Hammani kurugida Real Madrid muxlislari, Barselona muxlislari bor, keyin bir donadan Liverpool muxlisi bor. Unga mazza El Clasicoda do'stlari bir-birini go'shiniydi, u maza qilib tomosha qiladi. Bitta umuman futbolga tushunmaydigan bola bor. Kim yutsa o'shanga muxlis, durang bo'lsa hakamga muxlis. Kechasi 4gacha uxlamasdan futbol ko'rgani aqli yetmaydi. Uxlaydi-da, ertalab hisobni ko'rib, Barsa yutgan bo'lsa Viskal Barsa deb Realchilarga video tashlaydi. Haqiqiy Barselona muxlislari bunaqa bo'lmaydi. Yutgan paytda ham, yutqizgan paytda ham klubga sodiq qoladi. Meni do'stim Barselona muxlisi. O'tgan yili uni birov bir tingilmasdi. Bu yil u birovda bir tingilmayapti. O'tgan yili choyxonada Realchilarga choy quyib o'tirardi. Bu yil choyxonani to'g'risida birovga gap bermayapti. O'tgan yil ham gapirishga tili bor edi, lekin haqqi yo'q edi. Hozir ko'chada ko'rsa ham Viskal Barsa, telefon qilib ham Viskal Barsa, ovqat yesangiz ovqat ichidan chiqib ham Viskal Barsa deyapti. Real Madrid futbolchilari ham odam, ular ham yutqizadi. Futbol o'z yo'liga. Muhimi do'stligimiz yo'qolmasin. Men